Assalamu alaikum Uyghur tilining ishtirokchilari. Navbatda huzuringizga Gul ayımning savoli degan hikoyani taqdim qilmoqchiman. Qiynamsa qulqinglar menda bo'lsin. Gul ayımning savoli. Sultanxon ismli bir podshoh ömrüning oxirida Gul ayım degan bir qizga o'ylanmoqchi bo'pti. Gul ayım kelgan elchilardan mundaq talab qilibdi. Podshoh deytinglar. U menga 10 da oğlaq, 20 da bo'ri, 30 da yo'lbars, 40 da tulki, 50 da no'xta, 60 da oqta, 70 da seg'izxon, 80 da buvoq, 90 da yumaloq, 100 da tepishmoq bersin. Va bu so'zimning ma'nosini eshitib bersin. Podshoh o'ylanib, Gul ayımning nayt aqlliq ekanligini aytibdi. Ondan bu tepishmoqqa javob berib, elchilarni yana Gul ayımning qishig'iga yo'lga sapdi. Gul ayım podshohning javobini anglab, chin dilidan qoyil bo'lib, to'y qilish talabini xushallik bilan qabul qildi. Qani aytib beqing, Gul ayım savolga qanday javob qaytargan? Gul ayımning savolining javobi bo'lsa, podshoh Gul ayımning so'rg'anlarining odamning hayotiga munosabat ekanligini aytib javob bergan. Odam 10 yoshda o'g'loqdek bo'ladi, 20 yoshda bo'ridek bo'ladi, 30 yoshda yo'lbosdek bo'ladi, 40 yoshda bo'lsa tulkidek bo'ladi, 50 yoshda nuqtalangan otdek aqli to'liq bo'ladi. 60 yoshda bo'lsa, oqti qilingan otdek bo'shab qoladi. 70 yoshda seg'izxondek gapi ko'p, dilidan ishtiyoq ketadi. 80 yoshda bo'lsa, go'dak boladek bo'lib qoladi. 90 yoshda uydan chiqmay yumaloq bo'lib qoladi. 100 yoshda bu dunyo bilan u dunyoning o'rtasida, ya'ni bor bilan yo'qning o'rtasida tepishmoq bo'lib qoladi.